Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mash yoshlar ovozidagi butkul qarindoshlarga o'tib salom. Mash yoshlar ovozining videolarini mash Turkiyadagi Uyg'ur yoshlar bo'lib yaxshi ko'ramiz, ko'rib turamiz, qo'llaymiz, ammo yaqinda mash yoshlar ovozining tor bekitini boshqa birisi o'g'irlab olganlik uchun yangidan yoshlar ovozi tor bekiti ochildi. Shu tor bekitni qo'llash uchun agishib qo'ygan bo'lsangiz, shunda tarbiyaviy ahamiyati bor videolarni ko'plab tarqitib chiqish uchun bir hissimizni qo'shaylik. Mana shunday yoshlar ovoziniki videolarini qo'llab, yurak berib, astig inkaslarni yozib, rag'batlantirib turgan bo'lsanglar, rahmat. Yoshlar ovozi g'ayrat qil. Assalomu alaykum. Uyg'uriston to'rbetini elib kelayotgan Abdurahim qarindoshimiz Turkiyadan yoshlar ovoziga cho'ng salom yo'llabdi. Biz yoshlar ovozi to'pidan sizga cho'ng rahmat aytgimiz keldi. Başlaq bir-birimizni qo'llab qo'yatilsak, biz egiz cho'qlarni ko'ramiz. Rahmat sana qarindosh, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat.